Assalomu alaykum. 10-qoida bilan davom etamiz. Juda ham qiziq qoida 10-qoida ham. Qarang. Uchburchakning ADB uchburchak desak, ADB uchburchakning A uchidan xullas uchburchakning ichki uchidan ichidagi burchagidan bitta bisektriisa, tashqarisidagi burchakdan bitta bisektriisa chiqar ekan. Bu bisektriisalar kesish nuqtasidan hosil bo'lgan bitta burchak bisektriisa chiqmagan ichki burchakning yarmiga teng bo'lar ekan. So'z bilan tushuntirganda shunday. Tushundingizmi? Qoida tushunarli bo'lgan bo'lsa, misol ishlaymiz demoqchi edim, lekin biz doim shu isbotini ko'rib chiqayotgandik. Keling, buni ham isbotlaymiz. Nima uchun bu 2 betda, S burchak betda bo'lib qolyapti? Ko'rib chiqamizmi? Boshladik endi. Men buni x deb olaman. Buni bettaligicha qoldiraman. Shunda x 2 bettaga teng bo'lishi kerak. Mana bu alfadan bo'lsin, bu gammadan bo'lsin. Shunda mana bunisi 180 minus gamma bo'ladi. 2 gamma bo'ladi. Bo'ldi, hammasi shundan kelib chiqadi. Uchburchak ichki burchaklari yig'indisi formulasiga ko'ra x qo'shilgan 2 alfa qo'shilgan 180 ayrilgan 2 gamma teng bo'ladi 180 ga. Bular yeyishib ketsa, demak x qo'shilgan 2 alfa teng ekan 2 gammaga. Endi ABC uchburchak uchun ichki burchaklar yig'indisi formulasiga ko'ra alfa qo'shilgan 180 ayrilgan gamma qo'shilgan beta teng 180. 180 da yeyishib ketsa, gamma teng ekan alfa plus betaga. Bo'ldi, deb olib kelib qo'yamiz gammani, shu bilan menimcha chiqadi. X qo'shilgan 2 alfa, mana buni yozyapman. Teng 2 gamma o'rniga alfa plus betani qo'yaman. Ochib chiqadigan bo'lsam, x qo'shilgan 2 alfa teng bo'ladi 2 alfa qo'shilgan 2 betaga. 2 alfalar ham yeyishib ketsa, x teng 2 beta ekanligi kelib chiqadi. Mana isboti sizga. Tushundingizmi? Unaqa qiyin emas, isboti ham oson. Bemalol isbotlab qo'yasiz. Birinchi misol. Boshladik. Bitta ichki burchak, mana B burchak va bitta tashqi S burchakning bisektriisalari kesishdan hosil bo'lgan alfa ekan. Demak, bu alfa teng bo'lishi kerak 60 gradusning yarmiga. O'ttiz gradus. Bu javob shu. Ikkinchisida bu alfa bo'lsa, demak, mana bu burchak 2 alfa bo'ladi-da, shuni bilishimiz kerak. Mana. Bu burchak 2 alfa bo'ladi. Endi qarang. Uchburchakning ikkita tashqi burchak bisektriisasi va bitta ichki burchak bisektriisasi bitta nuqtada kesishardi. Lekin hozir bizga mana bu bitta tashqi burchak bisektriisasi va mana bu ichki burchak bisektriisasi ekanligi ma'lum. Bu ham bisektriisa deyishimiz mumkinmi shunda? Bitta nuqtada kesishayotganini. Mumkin. Tushuntirib o'tgandim buni. Shuning uchun buni ham bisektriisa deysizda, mana bu ham 70 bo'ladi shunda. Bo'ldi, shundan 2 alfa qo'shilgan 70 dan 2 ta qo'shilgan, ya'ni qo'shilgan 70 demasdan 2 ga ko'paytirib yozib qo'ying. Teng 180. Demak, 2 alfa teng ekan 180 ayrilgan 70 ga 2 ni ko'paytirsa 140. Demak, 2 alfa teng ekan 40 gradusga, alfa teng ekan 20 gradusga. Bo'ldi shu. Uchinchisi. Bunda ham mana bu ham alfaga teng bo'ladi. Alfaga teng bo'ladi. Tak, hozir ham qaytadan o'ylaylik-da. Bu qarang. Mana bu ikkita tashqi burchak bisektriisasi bo'lsa, bu ichki burchak bisektriisasi bo'lishga majbur bitta nuqtada kesishayotgani uchun. Shuning uchun aytgandim o'zi, bu ham alfa bo'ladi. Endi bizga shu kerakmi o'zi? Buni alfa deb olish. Bu kerak ham emas ekan deb bizga. Tak, demak, qanday topsak bo'ladi alfani? Qanday topsak bo'ladi? Mana formulaga qo'yishimiz kerak-da.
Bitta ichki burchak, bitta tashqi burchak bisektrissiyasi kesishda hosil bo'lgan burchak. Bitta ichki burchak, bitta tashqi burchak bisektrissiyasi kesishdan hosil bo'lgan burchak. Qarang. Hozir mana bu uchburchak uchun mana shu uchun bitta ichki burchagi bisektrissiyasi va bitta tashqi burchagi bisektrissiyasi kesishdan hosil bo'lgan burchak 15 bo'lyapti. To'g'rimi? gradus bo'lyapti. Demak, mana bu burchak 30 bo'lishi kerak. Shunaqa qilib topar ekanmiz-da buni. Qoida shunaqa edi-ku. Endi mana bu burchak esa mana bundan kelib chiqadi. Bitta ichki burchak bisektrissiyasi, bu nimaga shu tomonga o'tib ketyapti? Bitta tashqi burchak bisektrissiyasi. Bu 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, bunisi 60 gradus bo'lishi kerak. O'chiraman. Bunisi 30 gradus. 2 karrasi edi-ku. 15 ni 2 ga ko'paytirib 30, 30 ni 2 ga ko'paytirib 60 deb yozyapman. Endi mana bu ham alfa dedik. Demak, 2 alfa qo'shilgan 30 qo'shilgan 60 teng 180 gradus bo'lsa, 2 alfa teng bo'ladi. 180 dan 90 ayirsa meni 90 qolar ekan. Buni alfani topsam 45 gradus bo'lar ekan. Bo'ldi, shu bilan 10-qoidamiz tugadi. 11-qoidaga o'tamiz. 11-qoida. To'g'ri burchakli uchburchak berilgan ekan. To'g'ri burchakli uchburchakning medianasi bizga berilgan ekan. Mediana tomon teng 2 ga bo'ladi. Mana mediana tushyapti, tomon teng 2 ga bo'lyapti va to'g'ri burchakli uchburchakda mediana shu tomonni gipotenuza deyiladi o'zi bu. Keyinchaligina aniq qilamiz, o'tamiz. Gipotenuzdan teng 2 ga bo'ladi va shu qismlarga teng bo'ladi o'zi ham. Shuncha alfa betta bo'lib qolyapti. Mana bu ikkala uchburchak teng yonli bo'lib qolyapti. Tushundikmi? Tushunib olgan bo'lsak, yig'indisi 90 gradus bo'ladi. Bu aniq-ku, chunki mana alfa va 90 gradus va beta mana 3 ta burchak. Shuni yig'indisi 180 bo'lishi kerak edi. 90 narigi tomonga o'tkazsam, shundan o'zi alfa plus beta teng 90 gradus ekanligi kelib chiqadi. Mana bu tomonlar tengligidan keyin mana bu ham alfa, bu ham beta bo'lishi kelib chiqadi. Mana bu tomonlar teng bo'lgandan keyin teng yonli bo'ladi. Shuning uchun keling misollarga o'tamiz birdaniga. Birinchi misol. Tenga bo'lsa, bu ham teng bo'ladi. Alfa teng 30 bo'ladi. Bo'ldi shu. Mana bu ham teng bo'ladi. Bu ham teng bo'lsa, 30 gradus bo'lsa, mana bu ham demak alfa bo'lishga majbur. Chunki mana bu ham teng ekanda. Yozilgani bo'yicha, chizilgani bo'yicha ko'ryapman. Tushunyapsiz? Teng bo'lsa alfa. Demak, bo'ldi. Shundan 2 alfa qo'shilgan 30 gradus teng 180 gradus ekanligi kelib chiqyapti. 2 alfa teng 150, alfa teng 75. 3 25 bo'lsa mana bu. Mana buni o'tkiza qolamiz. O'tkizsak mana joyiga tushdi. Hozir o'tkazadigan bo'lsak, bu ham shu qismlarga teng bo'ladi. Teng yonli bo'ladi. Demak, mana bu 25 gradus bo'lib qoladi shunda. Nargisi 35 ekan va bular ham qarang, ADY uchburchak ham mana bu ham teng yonli bo'lyapti. Shundan mana bu ham alfa ekanligi kelib chiqadi. Bo'ldi, endi uchburchak ichki burchaklari yig'indisiga ko'ra 2 alfa qo'shilgan
25 ga 35 ni qo'shsak 60 gradus teng bo'lar ekan 180 gradusga. Demak, 2 alfa teng ekan 120 gradusga, alfa teng ekan 60 gradusga. Bo'ldi shu. Shu bilan 10 va 11 qoidamiz ham o'z nihoyasiga yetdi.